Global nigoh bilan voqealarni bir qadam oldindan bilib boring va bizga obuna bo'lishni unutmang. Vladimir Zelenskiy Rossiyaning javob zarbasidan keyin bayonot berdi. Vladimir Zelenskiy Rossiyaning javob tariqasidagi zarbasidan so'ng Ukrainadagi vaziyat og'ir ekanini ma'lum qildi. Bu haqda u o'zining Telegram kanalida yozdi. Qariyb 50 ta raketa, jumladan 22 ta ballistik raketa, shuningdek turli tipdagi 297 ta dron qo'llanildi, deyiladi xabarda. Kiyev rahbari shuningdek Ukraina energetika obyektlariga zarbalar berilganini ham tan oldi. Rossiya Mudofaa vazirligi ma'lumotiga ko'ra, Kiyev rejimining Rossiya hududidagi fuqarolik infratuzilmasiga uyushtirgan terrorchilik hujumlariga javoban so'nggi sutka davomida Rossiya armiyasi yer va havo bazasidan uchiriladigan uzoq masofali yuqori aniqlikdagi qurollar hamda uchuvsiz uchish apparatlari yordamida Ukrainadagi harbiy sanoat majmuasi obyektlariga va Ukraina qurolli kuchlari manfaatlarida foydalanilayotgan energetika infratuzilmasiga ommaviy zarba bergan. Rossiya Mudofaa vazirligi ta'kidlashicha, barcha belgilangan nishonlar yakson qilingan va zarba maqsadlariga erishilgan. Dmitriy Peskov bir necha bor ta'kidlaganidek, Rossiya armiyasi turar joy binolari va ijtimoiy muassasalarga zarba bermaydi. Rossiya tomoni bayonotiga ko'ra, Ukraina qurolli kuchlarining fuqarolik obyektlariga hujumlariga javoban Rossiya qo'shinlari muntazam ravishda shaxsiy tarkib joylashgan hududlar, texnika va yollanma jangchilar, shuningdek Ukraina harbiy sanoat majmuasi faoliyatini ta'minlovchi energetika, mudofaa sanoati, harbiy boshqaruv va aloqa obyektlariga zarbalar bermoqda. Eron talabalari hukumatga qarshi namoyishlar uyushtirdi. Erondagi bir nechta universitet talabalari hukumatga qarshi namoyishlar o'tkazdi. Bu o'tgan oy hukumat tomonidan amalga oshirilgan qonli bostirishdan beri ilk yirik norozilik aksiyalari hisoblanadi. Poytaxt Tehrondagi Sharif University of Technology hududida talabalar namoyish o'tkazgan. Keyinroq ular bilan hukumat tarafdorlari o'rtasida to'qnashuvlar yuz bergani aytilmoqda. Tehrondagi boshqa oliygohlarda ham noroziliklar o'tkazilgan. Shimoliy Sharqda esa miting bo'lgani xabar qilingan. Talabalar yanvar oyidagi ommaviy namoyishlarda halok bo'lgan minglab insonlarni yod etishgan. AQSh Eron yaqinida harbiy kuchlarini kuchaytirmoqda va prezident Donald Trump cheklangan harbiy zarba berish masalasini ko'rib chiqayotganini aytgan. AQSh va uning Yevropadagi ittifoqchilari Eron yadro quroli yaratish sari harakat qilmoqda deb gumon qilishgan. Eron esa buni doim inkor etib keladi. Seshanba kuni AQSh va Eron rasmiylari Shveysariyada uchrashib, Eronning yadro dasturini cheklashga qaratilgan muzokaralarda ma'lum taraqqiyotga erishilganini bildirishgan edi. Biroq xabar qilingan ijobiy siljishlarga qaramay, Trump keyinroq ehtimol 10 kun ichida kelishuvga erishiladimi yoki AQSh harbiy harakat boshlaydimi, bu ma'lum bo'lishini aytdi. AQSh yetakchisi avval ham namoyishchilarni qo'llab-quvvatlagan va bir paytlar yordam yo'lda deya ularni ruhlantirgandek bayonot bergan edi. Tehrandagi talabalar diktatorga o'lim deb baqirishgan. Bu oliy rahbar Ali Xameneyga ishora va boshqa hukumat a'zolariga qarshi shiorlar bilan hayqirishgan. Daniya Kiyevga yana $600 million ajratadi. Daniya Kiyevga qo'shimcha ravishda qariyb $600 million miqdorida yordam ajratmoqda. Shu bilan 2026-yilda umumiy yordam hajmi $2.2 milliard ga yetadi deb xabar berdi Daniya Mudofaa vazirligi. 2026-yilda hukumat Ukraina jamg'armasiga qo'shimcha 308 milliard kron, ya'ni $599 million ajratadi, deyiladi vazirlik saytida e'lon qilingan press relizda. Ukraina Fondin, Ukraina jamg'armasi 2023-yil mart oyida Daniya hukumati va parlamenti qarori bilan tashkil etilgan. Jamg'arma Kopengagen tomonidan Kiyevga uzluksiz yordam ko'rsatishni ta'minlash maqsadida yaratilgan.
Press-relizga ko'ra, dastlab Kopengagen joriy yil uchun Ukrainaga 9,6 milliard kron, ya'ni 1,5 milliard dollar ajratgan. F-16 qiruvchi samolyotlarini sotishdan kutilayotgan taxminan 94 million dollarlik tushum va yangi qo'shimcha mablag'larni hisobga olganda, 2026 yil uchun Ukraina jamg'armasidagi umumiy summa 14 milliard kron yoki 2,2 milliard dollarga yetadi. Shuningdek, xabarga ko'ra, 2026 yilda Daniya mudofaa xarajatlarini yayimning 3,5% ga yetkazish maqsadiga erishadi. 2025 yil dekabr oyida DR teleradio kompaniyasi Daniya 2026 yilda Kiyevga harbiy yordamni 2025 yilga nisbatan deyarli 2 barabar kamaytirishni, 2028 yilga borib esa uni atiga 156 million dollargacha qisqartirishni rejalashtirayotgani haqida xabar bergan edi. Rossiya tomoni Ukrainaga qurol-yarog' yetkazib berish, mojaroni tartibga solishga to'sqinlik qilayotganini, NATO davlatlarini mojaroga bevosita jalb etayotganini va bu olov bilan o'ynash ekanini ta'kidlab keladi. Sergey Lavrovning aytishicha, Ukraina uchun qurol-yarog' ortilgan har qanday yuk Rossiya uchun qonuniy nishon hisoblanadi. Uning so'zlariga ko'ra, AQSh va NATO nafaqat qurol yetkazib berish, balki Buyuk Britaniya, Germaniya, Italiya va boshqa davlatlar hududida harbiylarni tayyorlash orqali ham mojarada bevosita ishtirok etmoqda. Kreml esa G'arb tomonidan Ukrainani qurollantirish muzokaralarga yordam bermasligini va salbiy oqibatlarga olib kelishini bildirib kelmoqda. Global nigoh bilan voqealarni bir qadam oldindan bilib boring va bizga obuna bo'lishni unutmang.